Eng arzon Vodiy kanalida arzonchiroq Damas xohlaganlar uchun 2014 ishlab chiqarilgan Maloshniy Damas mashinasi. Xo'p, mashinamizning holati yomon emas, kraskalari ham yiliga nisbatan oz ekan. Shu oldin mordasi bilan kapalagi bilan bitta eshigida kraskasi bor ekan, 15-20% kraskasi bor ekan. Qolgan hamma joylari toza ekan. Yiliga nisbatan kraskalari ham yaxshi holatda. Xo'p, mashinamiz balohollatlari ham o'rtacha holatda, orqasi yaxshi, oldi ichi o'rnib qolgan ekan. Mashinamiz salon holatlari ham endi bir qator o'zlari uchun qaratib olasizlar. Bitta chipol, bitta poli tashab qo'ysanglar, yaxshi holatga kelib qoladi. Bir 200 dollarlik rasxoti bor ekan chiroq chimmatida, lekin motor, korobka, moslari ideal holatda turibdi. Texnik xarajati yo'q. Olib minishga tayyor. Shu chiroq chimmatiga bu joylariga qo'ysanglar bo'ldi. Xo'p, bu mashinamizga G nafarining xohlagan hujjatlari bo'laveradi. Mashinamizning xudo olsa narxi ham zo'r bo'ldi. Bunaqa narxga dashi bozorda matsan bermayapti. 2014 ishlab chiqarilgan 485 ming yurgan bu mashinamizni G nafarining xohlagan hujjatlari bo'laveradi. 2600 dollarga beraveramiz. Ma'lumot uchun mashinamiz Andijonda. Eng arzon Vodiy kanalida arzon narxda ideal holatdagi Damas mashinasi. Xo'p, mashinamiz 2023 ga 24 umumiy holat yomon emas, hamma rasxotlari qilib qo'yilgan ekan. Mashinamizga nimaki navrot kerak bo'lsa, ideal holatda hamma yo'q qilib qo'yilgan ekan. Yaqinda 4 ta yangi balonlar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Mashinamiz salon holatlari ideal holatda, mana bunaqa qimmat kolonkalarga qo'yib qo'yishgan ekan. Haqiqatan egalar o'zlari qarab minilgan mashina, temir metan gazlar ham qo'yib qo'yishgan. Mashinamiz orqa salonlar hamma yo'qlarigacha zo'r holatda bo'lib turibdi. 23 ga 24 bu mashinamiz 26 ming probega ekan. Malibu ballar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Aytyapti, mashinamizga parollar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Egalari nimaki navrot kerak bo'lsa, hamma yo'qni o'zlari uchun qarab qilib minib yurgan mashinasi ekan. Xo'p, bu mashinamizga G nafarining xohlagan hujjatlari bo'laveradi. Haqiqatan mashinamiz lekin ideal holatda, kuz bilan onaqa qirilgan, sizgan sarapina joylari yo'q. Eng arzon Vodiy kanalida bu mashinamizni 5550 dollarga beraveramiz. Ma'lumot uchun mashinamiz Andijonda.